Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan har doimgidek onlayn daromad YouTube kanali do'stlar. Nima uchun bu kanalda video qo'yyapman? Sababi bizani bu kanalimizga salgina strike tushib qoldi. Qanaqadir keraksiz kontent qo'yganimiz uchun YouTube tomonidan o'shanga yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan bittaman. Albatta u kanalda ham postlar bo'ladi. Faqatgina bir necha kun strike bergan, o'shani o'tkazib olishimiz kerak. Mana sizlarga ungacha bitta saytlarimiz bor, ularni tavsiyaga o'tmasam bo'lmaydi. Kanalimizga обязательно obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Like bosib, kommentariyalar yozib, podpiska bosib qo'ying va o'zingizni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga qanday qilib ishlashni ko'rsataman. Xo'p do'stlar, bugun bizga CoinVit degan sayt kelyapti. Bu saytda men o'zim 3 yildan beri pul ishlayman. Registr degan tugmani bosamiz. Birinchi yo'lakka username o'ylab topamiz, ikkinchi yo'lakka telefon nomer kirgizamiz, uchinchi yo'lakka parol, to'rtinchi yo'lakka o'sha parolni qaytadan kirgizamiz. Mana bu yerda o'zi referral kod turadi. Bunga tegmay sign up degan tugmani bosasizlar. Loginga kirib akkauntga kirib olishingiz mumkin. Keyin meni ham akkauntim bor, hozir kirib videoni davom ettiraman. Xo'p do'stlar, kirsak xuddi shunaqa bo'lim chiqadi. Biz bu saytda kuniga eng kami misol $10, $15 pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda men hozir ancha yuqoridaman, balansimda $123 pulim bor. Ko'rib turganinglardek, sizlar bu saytda birinchi bo'lib depozit degan bo'limga kirib sarmoya kirgizib olishingiz kerak bo'ladi. Ustiga bitta bosasizlar USDT ni, faqat -20 orqali sarmoya kirgizib olasizlar. Sizlarga adres beradi. Shu bergan adresiga sizlar yoki mana bitta QR kod bo'ladi. Shunda Binance yoki boshqa kripto hamyonlardan pul taylashingiz mumkin saytga. Minimum pul taylash miqdori kirgizilmagan. Xohlaganingiz taylasanglar bo'ladi. Va mana bu yerda hamma o'yinlari bor. Hozir mana shu game degan bo'limda ko'rib turganinglardek o'yinlar bor. Mana shu o'yinlarni o'ynash orqali depozit kirgizganimizdan so'ng pul ishlashimiz mumkin. Misol uchun mana bunaqa o'yinlar bor o'zini. Yoki crash deganlari bor. Lekin men ko'proq Red Green 1 minute degan o'yinlarni tavsiya qilib qolaman. Bularda Telegram kanali bor, shu orqali kirsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga Telegram kanalini ham ko'rsataman. Misol uchun do'stlar, mana ko'rib turganinglardek 1 minutlik Blue Red o'yinda sizlarga signal taylanadi. Shu signal kanalga kirib, misol uchun ochsanglar bo'ladi. Stabil mana ko'rib turganinglardek reaksiya bo'ldim. Bu degani bu yutdi degani. Qizilga yoki yashilga qaysi birida kiritgan o'sha vaqtda misol ID'si bo'ladi. O'shani misol mana shu ID'dagi o'yinda kirib, mana shu bossanglar, misol uchun X8 da bosgan deydi yoki mana shu X1, X3 larni bossang bo'ladi deydi. O'shanga kirib ishlab olishingiz mumkin. Mana stabil har kun tashlab oladi. Yoki 30 sekundlisi ham bor. Bularning linkini albatta qoldiraman, kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga kirganimizdan so'ng mana aytib o'tganimdek ID'si turibdi, ko'rib turganinglardek. ID'sini ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda ID'si bor. Mana bu yerda 8 bosib tanlab ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Uncha qiyin emas. Help degan bo'limlari ham bor. Mana bu yerda servis degan bo'limlari ham bor. Aktivitelarga qarab bonus ham beradi. Juda ham yaxshi sayt. Trade degan bo'lim bor. Trade degan saytda xohlasanglar mana bu bitcoinlarda ham savdo qilib ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Discover degan bo'limlar ham bor. Orqali ham ishlab olishingiz mumkin. Chat degan bo'limda sizlar bemalol mana bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Chatlar bor. Insonlarning o'zini chati bor. Ko'rib turganinglardek qaysi bir predict red deyapti, ya'ni 92% shunga tortyapti. Shu orqali ham predictdan ishlasanglar bo'ladi. Pul yechib olmoqchi bo'lsanglar do'stlar, bu withdraw degan bo'lim bosasizlar. Eng minimum $10 yechib olasizlar. Pul yechib olish Tron adresingizga mana bu yerda miqdorni kirgizasizlar. Misol uchun $23 yechib olmoqchi bo'lsak kirgizamiz. Miqdorda hamda password degan joyga akkaunt ochganimizda kirgizilgan adresni kirgizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda parolni minimum 0.5 USDT komissiya oladi va pul yechib olsak, pul eng uzog'i 1 soat 2 soat ichida hisobimizga tushadi. 3 yildan beri ishlab kelayotgan saytlarning linkini albatta kommentariyada qoldiraman. Kirib bemalol ishlab ko'rishingiz mumkin. Keyin kanalimizga kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab do'stlarga tarqatish esingizdan chiqmasin. Ko'rayotgan videolarga like bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'ling.